Assalomu alaykum barchaga. O'rtoqlar, bugun choyxona osh qilamiz. Xudo xolasa kuy go'shti, kuy yog'iga chisti toza choyxona osh qilamiz. O'zbekcha choyxona osh bo'ladi. Qo'y, mana mahsulotlarni bitta ko'rsatib o'taman sizlarga. Xo'p. Kuy go'shtini qo'l qismida mana 2 kilo dumma 600 gram. Guruch mana 2 kilo lazer bu. Lazer, zira faqat sariq savziga bo'ladi. Choyxona osh sariq savzidan qilamiz. Tak, boshladik. Birinchi hozir dummani kesib, eritib, jiz qilib olamizda, davom etib ketamiz. Boshladik. Xo'p, avval savzimizni to'g'ri olishimiz kerak. Nargaz qilib, bismillahirrohmanirrohim boshladik. Xo'p, savzini ko'p ham anaqa mayin qilib yormaymiz. Yiriroq bo'lishi kerak, chunki qovurilgan paytda o'zi erib ketadi, bo'lmasa qovurilgan paytda erib ketadi. Va savzimizni ham to'g'ri oldik. Xo'sh, 2 kilo oshga 2 kilo sariq savz. Xo'p, ana endi dummani kesib olamiz hozir. Xo'p, dummani hamchi mana bunaqa yuqaroq qilib kesamiz. Bu qovurganimizdan keyin chips bo'ladi, chips. Dummani mana shunaqa yupqa kessak, keyin chipsi bo'ladi bu. Dummadan chipsi bo'lsa, lekin juda ham mazasi zo'r. Hani yeyishlik bo'ladi-da, yeyishlik bo'ladi. Biz ko'chada ishlaymiz, shu uchun mashinalar ko'p o'tib qaytadi, o'shaning uchun ham baribir shovqin bor. O'rtoqlar, shunga aybga buyurmaysizlar. Xo'p, bu quyni qo'l qismi. Mana suyaklarini chopib oldik. Choyxonaga oshga go'sht to'g'rab solinadi. Shuning uchun go'sht to'g'ri olamiz. Choyxona osh o'zi qo'y go'shtida bo'lishi kerak. To'g'ri, anaqa kimdir davlenasi bo'lsa, mol go'shtida ham qilish mumkin. Lekin qo'y go'shti baribir mazaliroq bo'ladi. Xo'p, biz hamma narsamizni to'g'rab tayyorlab oldik. Endi qozonga o't yoqib boshlayveramiz. Xudo xolasa ketdik, hozir olov yoqamiz va jiz qo'yamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Boshladik, mana dummani soldik. Hozir yog' dumma erib, jiz bo'lguncha piyozimizni to'g'ri olamiz. Keyin piyozni qizartiramiz. Mana, jizimiz ham tayyor. O'rtoqlar. Krasota. Lepota. Bismillah. Mana bu jiz bo'ladi. Bismillah. Bu xrustian shi yog' qolmaydi o'zida. O'sha uchun ham mazasi vachcha cho'tki bo'ladi. Har doim mana shunaqa qilib yupqaroq qilib jiz qilish kerak. Mana piyozimiz o'sha o'z biza xohlagan rangga keldi. Ana endi go'sht solamiz. Bismillah. Endi go'sht solib yaxshilab qovuramiz. Mana go'shtimiz yaxshi qovurildi. Go'shtimiz normalni qovurildi. Ana endi savzini solamiz. Bak, savz ketdi. Tuz berib qovuramiz. Savzini suv ichishi uchun tuz berishimiz kerak.
joylarda tasvirlanadi. Keyin ko'rsanamiz. Hop, mana sog'imiz sana qovrildi. Bizda xohlagan rang mana shu rang. Choyxona oshiga mana shu rang bo'lishi kerak. Mana. Endi hozir suv solamiz bunga. Bu yog'ga xudo xolasa 1 soat zirvagimiz qaynaydi. Xo'sh, o'rtoqlar, guruchimiz lazer mana. Endi buni yutib qo'yishimiz kerak 20 minut tuzli suvga. Xo'p, mana iliq suv. Bo'ladi, mana. Xo'p, chesnok solamiz, o'rtoqlar. Choyxona oshga обязательно endi chesnok bo'lishi kerak. И achchiq qalampir. Xo'p, zirvagimiz mana shu holatda 1 soat qaynaydi, xudo xolasa. 1 soatda go'shtlari ham yumshoq bo'ladi. Rasatda bo'ladi, lepata bo'ladi. Короче, bosamizda. Albatta zirasiz osh emas. Mana suv qancha bo'lishi kerak? Tagini sal ko'taramiz endi olovni. Endi aralashtiramiz mana guruch. Birinchi aralashtirish. Bu ozgina yana suv beramiz hozir bunga. Chunki bu suv kam. Ozgina berib boramiz. To'g'rachamizni qoplab qo'yamiz. Tak hozir bir 20 minut turadi. 20 minutdan keyin yana bir aralashtirib yana dimlab qo'yamiz. 20 minut bo'ldi do'stlar. Endi bitta yana aralashtiramiz. Ko'chada biza yo'lni bo'yida shu uchun ham mashinalar ovozi eshitilib turadi. E'tibor bermaysizlar, o'rtoqlar.
Bo'ldi, yana 20 minut dimlaymiz, lekin ozgina ozgina suv beramiz yana. Ozgina suv beramiz. Qalay ranglari cho'tkimi? Aka o'tdim, yana a'lo qilaverang. Och qolinglar. Buni mazza qilish. Yana bitta aralashtiramiz, shu bilan bo'ldi. Oshimiz tayyor bo'ldi, o'rtoqlar. Bismillah. Ochamiz. Bismillah. Bismillah. Şu. Böyle. Bismillah. Sadao.